Jonivor, mendan rozi bo'l, men ham sendan roziman. Boqib baraka topdim, Xudoga shukr. Mana molimizda baraka bo'ldi. Xudo xolasa 151 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi. Molni ko'pchilik telefonda ko'ra olmadi, gap ochiq. Bir tushunadigan inson o'zlari keldilar, har doim 1,5 tonnalik mollardan qurbonlik qilib turar ekanlar. Shundoq ko'rdilar, bunaqasi bo'lmagan mollarimning ichida deb baraka qilib, oilamni nomidan, ota-onam, bola-chaqamni nomidan mana shuni ehson qilib, qurbonlik qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Hammamizdan shunaqalarga yetkazsin. Molni eni 1 metr bu mol. Ishoninglar, orqa tomonlardan 1 metr keladi. Shunga buni har doim aytdim, ko'ringlar, tepasiga kelib ko'ringlar dedim. Ikkinchi odamning o'zi kelib baraka qilib ketdilar. Shundoq ko'rib, yengil baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin. Talashmadi, tortishmadi. Juda yengil baraka bo'ldi. Xursandchiligim ham. Shunga